Mana Kamolxon, jo'jalarga qanaqa ovqat tayyorlanish ko'rsataman senga. Короче, hamma bankada ikkita banka solasan. Ikkita banka bu ham speskovrim bu ham. Har balo bor ichida. Bunga ham ikkita tuxumni chaqib solinadi. Keyin mana bunaqa kachoklar yeydigan protein degan dori bor mana bunaqa. Shunaqa narsadan 2 qoshiq solasan. Buni keyin yaxshilab aralashtirsang, vobshe kuchli ovqat bo'ladi. Mana shu 20 jo'jaga tayyorlanyapti. Kamolxon zakiskasiga mana bunaqa qurtlardan ham berib qo'yasan. Mana bulardan yesa vobshe uddar bo'lib ketadi. Ko'ryapsanmi qurtlarni tayyor bo'layotgan qog'ozlarni yotishini qara buni. Mana shunaqa qilib boqiladi ratsionda. Ko'rdingmi Kamol? Endi operatorim yo'q, bo'lmasam qo'yib olib tayyorlayotganini ham bir ko'rsatardim mana. Короче, ikkita mana bunaqa bankada speskovrim berasan. Ikkita tuxumni chaqib aralashtiriladi yaxshilab. Keyin mana proteindan 2 qoshiq xavatkada kachok bo'ladi. Qalay? Omon bo'l o'rtoqjon.